أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الآذان باب بدء الآذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Bu ezanniki kitabıdır bu deydemdi. Ezanniki kitabı. Endima nusxadaki üzere Kitabul Ezani deppa bazı nusxalardaki üzere Kitabı Bed'il Ezani yani Kitabı Bed'il Ezani dep bundak bak yani kitap dep yani bazı nusxalarda kitap yok anne. Hazırki nusxadaki üzere ezan okuşniki kitabıdır. Endi bu ezan okuş, bu ezan degen nima degan gap? Ezan degan gapniki o'zi esa i'lon degan çok gap bo'ladi. Va azanun minallohi va rasulihi degan shu oyatga asosan asl lug'at ma'nosi ya'ni nima u i'lon, ya'ni bildirish degan nima u gapcho bo'ladi endi. Endi bismillahirrohmanirrohim deb başladı. O gap tugidi endi necha kitobni o'qigandan keyin. Onu dekin kitap Ebvabul Ezan yoki Kitabul Ezan deb bundaq deb var. Yani ezanniki bablarniki kitabıdır. Yoki bo'lmaydi o ezanniki kitabıdır. Endi ezan degan lug'atda yani bu el-i'lan yani i'lan degan nima bo'ladi o ma'nosi bo'ladi endi. Endi ezan degan gap qandaq bu i'lan ma'nosi bo'ladi desa yani bu ezan degan azana yuzinu izanen yoki ezzene yuezzinu ta'zin ve ezanen deb keladi. Mesela kelleme yukellimu teklimen ve kelamen deb kelgandek mundaqço keladi endi buniki asli ma'nosi. Endi bu ezzene yuezzinu ta'zin degan gap ezzene yazinu yani quloq soldi ya anladı degan şu ma'noda. Endi quloq soldi anladı degan gap yani asli arabcha tilda ana quloqning uzun deydi endi. O konu yani anlaydigan nima o narsa yani i'lonni anlaydigan quloq soladigan yani tinchlaydigan narsa degan nima o mushga mushunda cho chiqadi endi. Yani ezan degan gap yani quloq soladigan yani ezzene yuezzene ta'zin ezan degan gap quloq soldirish. Yani ikkinchi tinchlayotgan odamning o'zini buni nima deymiz uni quloq soldirish debcho mushtaqcho deymiz. Endi buniki lug'at ma'nosi i'lon degan ma'no ekan. Endi lug'at ma'nosiniki o'zi e'lon bo'lgandan keyin ya'ni islom dini barliq kelishligi oldidan yani ezan degan muayyan shu labzini muayyan bir vaqtniki o'zida tovlashni amal yani ishga oshirish yani amillashtirishlik oldida arab tili o'zining tili bo'lgandan keyin bu tilniki o'zini i'lon deb nima qiladi shu ma'noda ishlatadi. İşletkendan keyin undan keyin andan keyin Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga keldi. Madinaga kelgandan keyin ana namozniki o'zi yoki hijratniki oldida yo hijratning oldida shuni deb ham hijratdan keyin lachqata oyat tushib shuni farz bekitildi. Yani onun da başka namazdaki özünü muayyen bir vakitte okuş gerek dep onun için bekitildi. Beketkendik bunu kartta anıdikin tövende değildi. Bu ezanın hem namazın vaktindeki kirgelliğini emmeden şu vaktin üzerinde kandak kılıdıkken ise yani bir söyler namazı vaktini kirge vakti üzerinde bir ise toğuluşudikken. Şu sahabede bir söyler oy namaz salat dep mandak dep şunu onun mesela namaz vaktindeki muayyen bir vaktini okuyandan keyin bir-birisi to'lishib boshqa keladigan bir ish bor ekan. Shuning bilan anadikin bu ishni qanday qilamiz deb anadikin
bo'ladi. Shu vaqt o'zida men azan o'qishdan iborat bo'lgan bu ishniki o'zi yo'l qo'yiladi. Unidagi shar'iy tarafda andiki buni azan deb nima qiladi, uni ataydi. U qavm shar'iy tarafdagi azonniki o'zi mana muayyan bir lafzi bor. U şari olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bekitilgen hem muayyen bir vaktdeki üzüde okulgan. Yani her bir namazdaki vakti kirga vaktiniz namaz kirdi deb meni bildigen aş bir qancha nimalar var, sözler var. Şu sözlerdeki umumiy mecmuasiniki üzerine nima deymiz uni azan şu deymiz şer'ide meni bu bolu demdi. Endi bu azanniki yol qo'yishligi o'zi mana İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki kitobida qaragan vaqt o'zida bu azonga yo'l qo'yishligi o'zini Qur'oni Karimdagi oyatdagi sababi bilan vujudga chiqib kelgan. Mana o oyatda men ikki oyatni bu yerga keltirdim. Birisi sura Maide, yana birisi sura Jum'adagi oyat. Mana shu oyatga asosan shu namozniki o'zi vaqti kelgan vaqt o'zida meni nido qilish, ya'ni azan tovlashdan iborat bo'lgan, meni bu narsa nima qilgan oyatda shu sabit bo'lgan. Shuna buni qarta, shu ba'zi ulamolarimiz azan o'qishniki o'zi nima deydi, buni farz deb shu qaraydi. Yine ba'zilar buni sunnat muakkada, yine ba'zilar uni sunnat deb qaraydiganlar çok bor. Buniki eng muhim bo'lgani sunnat muakkada. Chunki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni bu o'ziniki oyatida meni bu azonni o'qishdan iborat bo'lgan har namozniki o'zida buni nima qilgan, uni tark etmagan. Tark etmagandan buni eng kuchlantirilgan, uni umrda tark etib bo'lmagan bir sunnat bo'lgan, sunnati muakkada deb nima qiladi, qaraladi. Ya'ni ba'zilar buni yalaqi tasavvur deydi, ya'ni mundaq oddiy talaffuz ishlatib sunnat deb qaraydigan ulamolarimiz uchun meni bu. Endi şu azanning yo'l qo'yishligi jarayonida endi İmam Buxoriydan boshqa muhaddis olimlarningki kitoblaridan bu ham Mishkat Masabiyda ham o'qidik. Shuni qaragan vaqt o'zida buni asosan Abdullah ibn Zayd radhiyallohu ta'ala anhu deydigan mushu sahobaniki tushida ko'rgan tushi bilan andiki vujudga nima qilgan, kelgan deb nima qiladi, qarladi. Bunu qarta şu an ulamolarimiz yani boshqa hadislar rivoyat qilgan asosan bu azonniki o'zini tushda ko'rganlardan yani Abdullah ibn Zayd radhiyallohu ta'ala anhu emas, onun boshqa Ömer va bir qancha hattoki 7-8 hattoki 10 sahobaning o'zi buni ko'rgan degan mushtaq rivoyat çok bor. Endi bu nima uchun undaq bo'ladi desa tövbede deyiladi. Endi Peygamber Mekke'de Medine'ye kelgandan keyin namoz o'qish kerak, masjid yasaldi. Yasalgan bo'lgandan keyin har odamniki o'zi shu namoz kelgan vaqtida bir-birisi tovlashib bu sal ig'ir kelgan bir ishkan. Deb o'tirib bu qanday qilamiz namoz vaqtida o'qtiradigan bir ahvol bo'lsa o'ldi. Bir narsa o'qtirsa bo'ldi deb ba'zilar mana bu nimani Yahudilarniki mana buq deydigan og'zi tovlaydigan bir neydak bir narsa var ekan, bu o da qilgan. Shuni qildi deydi. Ba'zilar ma Hristiyanlarniki jonvani don urdigan, jon urdigan. Buni ishlatildi deydi. Yine ba'zilar ot yoqadi. Men mushuni qilish orqali anadikin biz xahniki namozdagi vaqti kelganini o'qidi. O'qqandiki shu vaqt o'zida andiki buni nima qilamiz, uni men jug'laymiz deganidek mushtahni bo'ldi, gapchu bo'ldi. Buni qarta anadikin başka muhaddis alimlarniki, yani İmam Turmizi qatorliq alimlarning rivoyatiga asosan Abdullah ibn Zayd radhiyallohu ta'alaning o'zidagi tushida bir perishtaniki bir odamning o'zida bu azonniki o'zida nima qilganligini, men o'rgatganligini ko'rdi. Ko'rgandan keyin darhol o'g'ilga vaqtida payg'ambar qashqir buni deydi. Degandan keyin voy undaq bo'lsa Bilal sama azon o'qi yoki o'rgat deganidek mushundaq nimalar bor, rivoyatchi bor. Uni boshqa Ömer radhiyallohu ta'alaning men ko'rdim deb qoladi. Yoki bir rivoyatda men burun buni ko'rgandim degan mushtaq nimalar bor, rivoyat bor. Endi bu rivoyatga asosan ulamolarimizniki o'zi mana perishtaniki, sahobilniki o'zi mana bu tushida ko'rgan narsaning o'zini buni men diniy shar'iy digil bo'lamdi, bo'lmamdi. Endi bundaq bir gap bor. Chunki shar'iyniki, ya'ni
İslam dinimizni yo'l qo'ydigan zotniki o'zi Alloh taolo va Alloh taoloniki mana elchisi bo'lgan Muhammad alayhissalatu vassalam. Unda o'g'andiki bu odamning boshqasi ko'rgan tush va hokazo binaskarahning o'zi mana bu bo'lamdi, bo'lmamdi deganligi o'zida buni sal nima ixtilofchi bor. Mana mushliq asosan payg'ambar alayhissalatu vassalam ikkinchi bir odamning tushida ko'rganligi o'zini bunu endi anlab, buniki o'zini yo'l qo'yganning o'zi, ya'ni bu shariat demakchi. Ya'ni dinning bir shuari, dinning bir qismi degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Unda o'g'andiki nima uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ziniki vahiy yoki bo'lmaydi, o'ziniki tush orqali ko'rib buni bekitilmaydi desa, chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan boshqa bo'lgan kishiniki og'zidan mana Alloh taoloniki katta ekanligini, shuningdek Allohniki bar bir ekanligiga guvohlik berish, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'niki peygamber ekanlik guvohlik berishdan iborat bo'lgan. Men mushu narsaniki o'zi, ya'ni umumiy azonlik majmuasiga mazmun, men boshqa bir odamda chiqqan vaqt o'zida buni men qabul qilishlik o'zi boshqa odamdan olgan vaqt o'zida naytibak hamisha davomli payg'ambar og'zidan anglamay, men boshqa odamning og'zidan anglab, mushdaq qilsa umuman to'g'ri bo'lgandiki, buni andikin payg'ambar o'zi shariatning egisi bo'lgandiki, bu to'g'ri bo'lsa, buni ya bo'lmaydi bo'ladi deb belki ish va bu orqaq andikin mushdaq cho'qgan. Ham uning ustiga diniy masalaning ba'zi vaqtda o'zida maslahat bo'lgan. Maslahat, men mushovarat. Chunki maslahatniki o'zi, maslahatniki mushtaq fikr almashtirish, mushundaq bir-birimizga so'zlashishdan iborat bo'lgan narsaniki o'zi islom dinimizda nihoyat muhim. Hattoki diniy ishlarning o'zidami mushtaq ishlar uchun qabulchi qilindi deb buni uchun beketgan. Buni qarta mushundaq nima qilgan, buni beketgan deb men ulamolarimiz mushtaq nima qildi, qaraydi. Endi bu azonniki mana bu namoz yo'l qo'yishligi o'zi qachon bo'lgan? Ya'ni azonniki yo'l qo'yishligi o'zi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilgandan keyin 1-yili. Yani bazıları 2-yili. Yani Sure Maide, şu Sure Cuma tushgandiki, çünkü bu ikki Sure Medini, yani Medine Munavvarda vaqti tushgan Sure. Anda vaqti şu vaqtin o'zida yo'lg'uchi qo'yilgan. Yani şu masjidni besiplar, seriplar, aqıdan andaki mushtaq qilgandayni ba'zanlar bu azondagi o'zini payg'ambar sallallohu Cibril aleyhissalatu vesselam şu Mekke'de vaqtdagi o'zida mana şu 2 kun tushgan tani şu vaqtdagi o'zida men o'rgatgan deb mundaq nima qiladi, qaraydi endi. Endi bu azonniki o'ziniki bizniki labziga qarasak, mana 5dan tortib Allohu akbar, Allohu akbar, undan keyin oxirida la ilaha illalloh bilan nima qiladi, tugaydi. Mana mushtaki umumiy majmusin tavhid ham asosiy tavhidni nima qiladi, bildirdi. Yani Allah Teala'nın bar bir ekanligi, u zotniki nihoyat katta ekanligini, shuningdek u zotniki hech qanday bir sherigi yo'q. Mana nafi va isbotdan iborat bo'lgan tavhidning asos bir qismi bo'ladi. Mana buni o'ziga olgan. Shuningdek bu tavhiddan iborat bo'lgan bu qismniki asos bo'lgan vaqtda o'zidan buni birdan-bir yo'l qo'yib beradigan kishiniki o'zi har odam o'zining kallasiga kelgancha emas, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki risolatini men e'tirof qilish va shu bo'yicha amal qilish. Buniki birdan-bir yo'l qo'yib bergan zot Alloh taoloniki kimi? Muhammad alayhisalom. Muhammad alayhisalomga meniki shu vahiydan iborat Qur'onni amillashtirishniki, mena qandoq amillashtirishniki o'zini kim orqali qandoq kim orqali qildi dedi? Muhammad alayhisalom orqali qildi dedi. Ya'ni Muhammad alayhisalomniki ko'rsatgan ko'rsatmasiniki g'ayr bo'lgan har qandoq bir narsa islom dini emas. Buni uqtiruvchi şu an bizniki azonniki ichida ashhadu anna Muhammadur Rasululloh deb buni kirgizishlik sababchi men shu. Yeni bir sanadiki yaxshilik qilishirish. Mana dunyo va oxiratda yaxshilik qilishishdan iborat bo'lgan hayyalar falan. Unidagi anadiki hayyalar salo bo'lgan shahodatdan keyin eng muhim bo'lgan narsa nima? Namoz. Mana mushu narsaniki umumisi andiki yana tehra bo'lgan Allohning katta va buyuk ekanligini, mana Allohdan boshqa hech qanday bir kishniki, hech qanday bir narsaga yo'q ekanligini nima qilish, unda bildirish. Mana mushniki umumiy majmusi deydi ulamolarimiz. Mana buningda nima asos islom dinimizdagi umumiy mazmunning o'zi shu azonda nima qilingan, buyurilgan. Azonning o'zi jamlangan e'tiqodiy tarafniki o'zining. Anda o'g'andikin bunun qarta İslam dinimizdeki mana bu azonniki o'zi nihoyat muhim.
nayt muhim bulup, şu bazı farz onu okumuş olmaydı. Şu bu İslam dinimizdeki nemisi şuar. Şuar olgandikin kandak. Yani bir adam azan okup şu dakkandaki yani İslam dini kirgen Müslümanlarken dep uqturdu. Nemişkan? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni bir qancha qatim urush boğa vaqtimizda adetde meni keçiz kelgan vaqtimizda kunduzi yani tong atqanga qadar yani azan o'qilamdi, o'qilmamdi deb shuni nima qildi, qaraydi. Agar azan chiqqan bo'lsa, azan o'qilgan bo'lsa, bularga chaqilmaydi, yani urush qilsak bo'lmaydi deydi, yenib ketdi. Agar undaq qilmagan bo'lsa, bu nima qildi? Mana bu nimani bildirdi, yani Müslüman ekanini bildirdi deb ularga chaqilmay, agar azan o'qimagan bo'lsa, ana lekin tegishli yani tadbirlarni qo'llanib qildi. Mana bu bir Müslüman bo'lishniki, yani İslam dinininki nemisi bu şuarı. Yeni birisiga ana lekin bu azanniki o'ziniki bu ya yo'l qo'yishning yeni bir hikmat sabab. Bu bütün Müslüman xalqiniki o'ziniki ibodatniki o'zini har bir odamniki o'z oldiga o'qishi kerak. Namazniki o'zi bir odam o'qish bo'lmaydigan muhim bo'lgan mana shahodatning keki eng muhim amalning biri. Anda o'g'andikin İslam dinimizdagi yeni bir asos ruhi ittifoqlashish va birlashish, jamoatlashish. Anda o'g'andiki buni qarta azonniki o'zi mana qolgan kishilarniki o'zini jamoat bo'lishgan, ya'ni bir yerga kelishga, bir yerga to'planishga nima qiladi? Mana buni uchun chaqirdi. Bu ajoyib hikmatlik. Chunki 5 qatim her mümin Müslümanlarni mana bu azan qandaq qilinglar, chekilanga hamma o'zimiga loyiq deb uyingda undaqcha o'qimanglar. Hamma birga kirib, jamoatlashib, to'plashib, kollektiv bo'lib, ya'ni masjidning iborat bo'lgan narsaning o'zidan jamoat bo'lib, bir yerga kirib, birlikda nima qilinglar, men uchun uqtiringlar. Chunki İslam dinimizdan birlik va ittifoqlik ve uyuşdan ibaret olan kollektifleşiş ve o her narsaning o'zida beraber uyuş maslahatlashishlik o'zi pek nima muhim. Diğerlikni nima qildi bu yerda uqtirdi. Mana mushu ishninki o'zining bizniki 5 vaqt namozimizning o'zida 5 qatim to'g'laydi. 5 qatim to'g'laydi. Bo'lmasa har odam o'zi ishni qilaversa degan o'qiyversa bo'ladi aslida. Lekin shunda bo'lsa-mu bu yerda birlashish va ittifoqlashishdan iborat bo'lgan. Çünkü birleşiş ve ittifaklaşıp bir yerga kelish bu kuch. Kuch. Shunda bo'lgandiki buniki foiz natijik. Biz amaliyotda hozir ko'rdik. Buniki ittifoqsizlik va shuningdek bo'linishdan iborat bo'lgan, parchalashdan iborat bo'lgan narsaniki ziynni hozirgacha muqaddimamiz ko'ryapmiz, yana hozir bir ko'ryapmiz. Bu ziyon favqulodda nima yuqori. Mana islom dinimizdagi eng muhim bo'lgan şuarlarınki birisi olan azanniki yol koyuştaki bir sebebi çoğu men muşu. Hem de aşağıda toğlap bütün Müslümanların ağzı azan yani avaz yetken kadar muazzinlik toğlap aşağı ekilişinizin bir yer kılınlar, namaz bir yerde okunlar, uya bir yerde uyunda okumanlar, paç okumanlar, onda kısan kadar oldu. Paç okuşun özü şeytan yeydi. Uç paçı poyu bülünüp kahvaltı özü de özakirip geldi degende Peygamber nemisi var, hedisi var. Bunu karta şunu bu kadar da azar şunu ifade lavadıdı. Yani boşa ittifaklaşıp birleşiş anladı. Anda o anki İslam dinimizden birleşiş ve ittifaklaşış İslam cemaat olan Kur'an-ı Kerim ehl-i sünnet ve cemaatindeki itikadın asas kılgan benim muşu tarafdaki olan cemaatke birleşişimiz her bir mümin ve Müslüman diye adamın nemisi etrafa uyuşuş, şunu kollaş, şu tarafta buluş, meydanı şunu da inik kılışla ibaret olan derse nime o nait muhim. Bu nime o pers. Perzin perzi hazır. Bulup mu bizdeki Uygur Müslümanlığa karşısak, hazırki devrin özüde fevkalade pek muhim. Her kanda işini kılışta. Hazır bu şunda bu kesim İslam dinimizin ruhiyeti çetlep, mene paça, hatta ki neticil Kur'an-ı Kerim'de ben hedisi okudum, duvatka adamların üzümün, muşunda paçılmış ve büyülüşten ibaret olan, muşunda en xatar ahvallarının üstü çok kitip var demdi. Hem de okuvatka Kur'an mı şu, yine hedisi mi şu, lekin bir yer kelmeydi. Ne için? Ne için kelmeydi o? Haset, ittifak, haset yani köramaslık, içtihalık, şunu da kibirden ibaret olan. Meni şahsi ya ki dünyavi şahsi menfaat ya ki dünyavi menfaat pul tapaman ya obru tapaman diğerlerden ibaret olan şeytan vasvesinden men müşriki kaydini kirip uya kaygılıçı olmayıvadı. O dedi ki ben kısa mı bir iş kılam. Kılısız namaz okusam mı buluverdi. Lekin nemini yol koydu? Azanı yol koydu. Nem için? Heminiz bir yer kilin de.
Meni bu şu qaragan vaqtimizda ittifoqlik va birlik nihoyat nima u muhim. Her yerda chiqib turdi ya bu namozni jamoat bilan o'qish. Nima jamoat bilan o'qiydi u? Namozning ichidagi va tashidagi rukun nima? Ne qancha? Hammani bilamiz. Rukuni shu jamoat o'qimay, masjid sirtida o'qisima. Masalan, uyda azonni ya o'qib ya o'qimay shuni ular o'qisa namoz bo'laverdi. Ya'ni azon o'qibla, har odam o'zining uyida takbirni o'qibla namoz o'qisa bo'ladi. Lekin shundoq bo'lib qaramay, yana bu yer masjidni serab, undan keyin yana namoz vaqtimizda undaq ayrim qilmanglar. Bu bo'lmaydi, ayrilib qancha odam andikin o'zim qilmang, hech nima bo'lmaydi deb o'tirib, buyunish chiqdi. Bu sizniki her ishiniz ya nima o ziyon qiladi dunyo va oxirat ishlariga deb buni uchun bildirmak. Mushundaq qilib tursa, men mushundaq mana hikmatdan iborat bo'lgan narsa tushunmay qilmay, shunlar pochilishdan iborat bo'lgan mushta holatga turyapmiz. Bundaq bo'lsak, bizga Alloh taolaning rahmati bo'lgan istiqlol va mustaqillikdan iborat bo'lgan narsa tas. Hamma odam qarapasa Qur'onni o'qiydi. Buyulib chiqib taqa. Pochilib chiqib aqini var vaqiraydigan Qur'on oyatini o'qib. Voy birlik keldi, ittifoq keldi deb. Shundaq odamni, ya'ni o'zi bak nimami boshqa odam bak dört ko'ramdi, mushta bir odamlarni, mushta bir kishilarni bizning zamonimizda ko'ryapmiz endi. Babu badil azani. Bu azanniki yo'l qo'yishniki, boshlashniki babudir bu deydi endi. Ya'ni azanniki boshlashi qandoq boshlangan? Qandoq ishlar bo'lgan? Mana buniki nimasi o? Babi biz mushning ustida nima qilamiz deydi Imom Buxoriy, to'xtalamiz deydi. Ve Allah Teala'niki ve izâ nâideytum ila salati tahazuha vuzuvan ve la'iben zâlike bi ennehum kavmun la yaqilun deb Allah için muştaq deydi. Qaçaliki sizlar kishi soni namozga kishilarni namozga kishi soni tutdilar bu kafirlar bu namozning o'zini vuzuvan mana zongli qilish va o'yinchiq qilib tutdi. Ya'ni namoz o'qimanim namozga masjidga berib ashtaq qilsanglar namoz o'qisanglar bu kafirlar bu namozni o'zi o'yinchiq tak ko'rib va ko'yda olmani o'yinchiq kishi vaqtida mana don qo'yib bir daq qiladi deb zongli qilib men mushdaqcho qildi. Zalik bi annahum qawmun la yaqilun. Mana bu ishni mana ashtaq bo'lishi. Nima uchun bu kafirlar bu namoz azan o'qilgan vaqtimizda namozning o'zini e'tibor olmay, nidoning o'zini buni o'yinchiqning o'rnida masxir qilishdan iborat bo'lgan bu ishni shunday qiladi desa, chunki ular unda qilishing, ular bir qomdirki, ular aqlsiz qom. Aqlsiz qom bo'lgandan keyin aql ishlamaydi. Aql yo'q. Meni tefekkürçü kılamaydı. Tefekkür kılamagandan keyin bu qomniki o'zi, meni bu namozdan iborat bo'lgan narsa, muhim narsa edi. Meni Allohga ibodat qilgan, yaqindochilik qilgan, men mushundaq muhim bir ibodatni buning nima ekanligini bilmay, shundan uni masxir qiladigan, ham zongli qilgan, ham o'yinchiqniki o'rniga qilgan nimalar bo'lan kishilar deb men mushta nima qildi dedi. Anda o'yladim İlmuş ayet başka ayetga asosan İslam dinimizdeki şuarı olan başka şuarlarniki özü zangli qilishlik özü bu aqlsizlik, bu küfürlükniki nemisi o işi. Onu deydi ki, hozir namaz İslam dinimiz şuarı olan bazı şuarlar var. Mesela dini alimlerimiz Kur'an-ı Kerim, ayallarniki hicab, diğerledek şunudek Medine, şunudek harem, Kabe, diğerledek İslam'ı bildirdiğin azan, diğerledek o önemindeki yani bizim raylarımızda selle. Şunu da dini alimlerimiz yani İslami dini muttaki alimlerimiz bu hemisi İslam dinimizin nemisi şuarı. Benim bu şuarniki üzerine muşundak mesxir qilish, zongli qilish, şundak itibarsız qarashning o'zi men Müslüman deb turib tuvatgan odamlar cho'pa. Bundak qilishligi o'zi bular aqlsiz. Mana Allah yüzüde var bizligimiz yok. Kafirlar aqlsiz bo'lgandiki mushtaq qildi dedi. Bu odamlar ashtaqqan bo'lgandan keyin men ashta haqorat deb kamsitib ashtaqqan bo'lsa islom dinimizning shuarini, demak islom dinimizdagi shuarni zongli qilish va uni o'yinchiq o'rniga akirib har odam o'z ixtiyorla mushtaqan bo'lsa, bu kafirlarning qatoridan bo'ladi. Bu zongli qilgan bo'ladi. Bu agar chig'roq rasmiy islom dinimizdagi muhim bir narsaning o'zini agar haqoratlab kamsitib uni zongli qilgan bo'lsa, dindan chiqadi. U odatga narsa emas. Qap qo'yib mandaq deb uni ko'zga ilmasning o'zi bu nima o dindan chiqaradi. Istihbab nima o
yani dinninki ahkamlarınki dinning zarur bo'lgan ishlariga o'zining zongni qilishlik o'zi o'qimasa mayli, o'qib turib qolgan bo'lsa, u chog'da dinni chiqadi. Bu diniy e'tiqodimizning nimasi bir qismi. Men shu oyatning o'zi shuni nima qildi bildirdim deb. Ya'ni demak namoz o'qiganlarning o'zini jamoat bo'lib chiqgan vaqtda namoz o'qigan odamlarning o'zini ashli nima tutdi bo'ladi nima dedi? Alloh taolo o'yinchoq va zongni qilgan narsa tutdi dedi. Anda o vakit namozni zongni qilgan bo'lsa, meni deydi, ko'ydingmi namoz o'qib do'ng'ib boshqa qilib andoq mundoq, men andoq degan bo'lsa, men shu oyatga asosan bu ishninki o'zi aqlsiz odamlar bo'lib, bu aqlsiz odamlarning kim? Kofirlar. Bunu deydiki, adı Müslümanların bazı ahvallara qarab, hammasi aqlsiz kallasi ishlatmaydi. Kallasi ishlatib, şu an mu'min Müslüman bo'lib, mana butkul koinotdagi o'zi yaratgan bir zot va deb andiki buni ishlab, shu zotniki amr farmonlariga amal qilma deb ketib insonlar. Bu boshqalar nima deydi? Nimalar munofiq qalbida kasal odamlar mushtaqchu deydi. Şu an qalbi kasal bo'lgan ekan, bu qalbida uni hurmatlash, uni ulug'lash bo'lmaydi. Chunki bu shuarni ulug'lashning o'zi bu adamning qalbidagi ichidagi bir nima o taqvolarni bildirdi. Va ma yu'aldi min sha'irallohi min paynami taqal qulub degan nima oyat bu. Vina Alloh taolaniki iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati. Qachoniki qichirilsa, nimani namozga. Namozga nima qilinsa, insonlarning namozga qichirilsa, juma kuni. Iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au. Meni nima qilinadi? Darhol cho'n menna. Allah'ını əsləşdə ibarət olan namaz okuyduğun tərəfə nima qılınan, menla degan nima ayet var. Hem de birisi umum. Yani qaçaniki silinin, yani Müslümanlar silinin. Nima için Müslümanların hemmisi deydi o desen? Çünkü azan okuşdaki üzü, her namazın kayga vaxtı üzüdə Müslümanlarınki her bir adamın gəldiğine mühim bo'lgan bir iş. Bu nima deydi şu an? Perz deydi. Yani perz olgandaki bunun kartta yani ma'lum bir insan qan bo'lsa, farz kifoya bo'ladi. Qolganlarniki gadinizda nima tushidi. Yani farz kifoya deb nima qiladi? Qarladi. Bu yerdamda izonadaytum degandan keyin o'zidan musulmonlarning hammasi chaqirmaydi. Uning ichida muazzinlarchi chaqirdi. Yani muazzin bekitib namozning vaqtiniki o'zini o'qitsin deb qilishninki o'zi musulmonlarning gadining ustida nima farz. Yani muhim bo'lgan ishlarni qatoridan deganini ishorat qilib Alloh mushtaqchu degan deydi. Endi İkinci ayette namazı kışırılsa, yani bu yerde, demek bu yerde deydi İmam Bukhari, benim bu ezandaki başlanışık üzün, Allah Teala'nınki Kur'an-ı Kerim'deki muş ayetteki sebebiyle nima qilgan başlangan. Benim bu ayetler nima qilgan başlangan. Yani namaz vakti bo'lgan vaqtimizda bir tovlamasak, bir uqtamasak bo'lmaydi ekan, nido qilib vaqirmasak bo'lmaydi ekan degan ayetine hukm, benim mazmun bu ayetten çıktı. Anda bo'lgan ekan, bu ayeti emilleştiriş qandaq oldu. Emilleştirgan vaqti o'zida ana ayeti biz deganimizda bu qandaq qilsak ular mesela uqtirish masalasi kelgan vaqti o'zida ba'zanlar mana xristianlarning ishini qilib qoldi desa payg'ambar yo'q xristianlar o'xshab qolamiz dedi. Mesela bir narsa vaqiraydi do'yala tovlayla bo'yala nimada ağzımızdaki neytek nesise yok Yahudi o'xshab qolamiz dedi. O't yaqilsak majus o'xshab qolamiz deb payg'ambar boshqa rivoyat bor. Mushtaq degandikin oxir anidikin men Abdullah ibn Zayd roziyallohu taolo uni boshqalarniki o'zi yoki payg'ambarniki shu vaqt o'zi o'qigan bo'lsa-mu lekin ilhom qilish orqali shu vaqt emsa mushuni azan o'qiman deb men mushu azandan iborat bo'lgan men mushu 17 yoki 19 kelimeniki o'zi men mushu narsaniki o'zini meni payg'ambar yo'lg'uchi qo'ygan. Qo'ygandiki, yani demek bu Qur'on-i Kerimdeki ilk ayetdeki nida kılınsa yoki kishi sana degan aş ayetniki mene ameli icraatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğütüş ve Bilal radıyallahu ta'ala anhu ve onu da başka sahabınınki üzerine mene buyuruştan ibaret olan men muş nesniki icraatı oldu. Mene bu mesela namazga kishisa namazga kishiga vaqti o'zida kishi sana yoki olmaydi namazga kishirsa desa nim bilan kishirish buni bilmaydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sözü ve ameliyeti arqaq ta'lim berib, men mushu kishirishdan iborat olan Allah'niki men fermanı men mushu deb bizga nima qiladi uni ko'rsatadi. Yani demek İmam Bukhari'niki bu yerdagi degani, yani azonniki yo'l qo'yishligi o'zi bosh tarafdan bu oyatdagi tushishlik sababidan yo'l qo'yilgan. Uni deyki andikin u yo'l qo'yishligi o'zini azon yani uqtirishning o'zini nima shaklda bo'lish
sözü deyişmi, yoki jangdimi, yo o't yoqishmi deganidek masalalarning o'zida anadagi payg'ambar mushu tövəndəki rivayətə hadis asasən üçün bu işlər çox bo'lgan demoqchimdim. Onda o ki azan o'qishdagi o'zi mana Qur'oni Karimda çox bor degan çox gapimdi. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon qilgan Imron ibn Maysara. Dedi o İmron hadis bayon qilgan Abdulvaris, dedi Abdulvaris hadis bayon qilgan Xolid al-Hazza. Bu kishi olsa Abi Qalaba olsa Anas radhiyallohu ta'ala anhudan. Dedi Anas, zikr qildilar ular o'tni va naqusni, ya'ni jonni deydi, naqus degan shu xristianlarningki o'ziniki ibodat qildigan vaqtda o'zida qichirdigan, ya'ni urdigan bir narsa bor. Nima o? Can qildiga hozir dan qilib. Yani mushu narsaning o'zi nima deydi? Uni naqus deydi. Endi mushu nima qildi? Mushniki gapini cho'q qilishdi. Endi maraviyatning o'zida paq zikr qilishdan o'tni o't debdi. O'tni zikr qilishdan. Ya'ni o't yoqqani dedi. Yine ba'zilarning o'zi cho'q endi jon urli dedi. Yine bir rivoyatda buq va qaran der rivoyati bor. Men mushlik qildi degandek ekan, ma'noda qisqa rivoyatda. Shuni payg'ambar mush gap degandek sahobaning o'zi yo'q, o Yahud o'xshab qolamiz, xristianlar o'xshab qolamiz, bu majus o'g'an, bu butparastlikning nemisi bo'lmaydi, davol tug'a vaqti o'zidan anadagi yilqi Abdullah ibn Zayd radhiyallohu ta'ala uni boshqa qatorli kishilarning o'zi voy mushta ko'rdim deb andagi ishlarning unda bo'lsa bu obdan bo'ldi seniki ovozing Meni Bilal radhiyallohu ta'alaning ovoz bak chiqdi ekan. Bilal radhiyallohu ta'alaning ovoz bak chiqqandiki shu vaqtning o'zida andikin payg'ambar ma Bilalning ovoz bak chiqdi. Unda Bilal to'g'risin dedi. Yine birisiga Bilal radhiyallohu ta'alaningki bu yerda bo'lishligi sababi chunki Bilal radhiyallohu ta'alaning Makkadagi vaqtning o'zida ana shu Abu Jahldan iborat bo'lgan shu kofirlarning shu vaqtning o'zida qiynalgan vaqtning o'zida nima deb shu yerda tug'an shundoq qiziq taşninki o'tdak taşıp etip onun töpüge üstüge taş koyup aşta usus koyup her xil qiynab aşta qismin şu vaqtning o'zida nima degan ahad degan. Anda o ki bu azanniki asas nemisi men tavhiddan iborat bo'lgandan keyin Allah payg'ambar sollallohu shuniki mukofotiga Bilal radhiyallohu ta'alaning o'zini meni muazzinlikdan iborat bo'lgan bu vazifalar nima qilgan uni bu vazifalar hurmatlab buni inovatin buniki nemisini chu bergan haqqini. Yoki olmaydi İslam dinimizdan meni rangdan iborat bo'lgan, millatdan iborat bo'lgan, ayrımçılıktan iborat bo'lgan bir narsa yo'q. Rang uçağınızdan rang yoki millat hisob emas. Bunun asas narsa nima? İtiqod, ya'ni taqvo. Kim taqvo olgan bo'lsa Allohning dargohidan shu bak ulug' bo'lgandan keyin islom dinimizda mayl qartallik, mayl aqtallik, yeni bitallik uni e'tirof qilinmaydi. O muhim çok emas. En muhim bo'lgani Bilaldak shundoq qiyin qisqaning o'zidaman dindin yanmay shuni da mustahkam turishdan iborat bo'lgan. Men osh narsa qon bo'lgandiki bizniki men e'tiqodimizda din millat tan unda qora oq degan narsa yo'q. Buni qarta meni ma adamning qartallik bo'lsa-mu men taqvo men Allohning dargohida eng ulug' bo'lgani biz buni asos qilamiz deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni Bilal radhiyallohu ta'ala anhuning o'zini mushuni bilan mukofotlagan deb müştak çok qaraydı. Əməliyyatım nima uyğun meni. Şunun bilan zikr qildilar ular Yahudi va Nasaraning gapini qilishdi. Shuni zikr qilib payg'ambar Yahudi o'xshab qolamiz, Nasaraga o'xshab qolamiz degan gapni çok qilishdi. Shunda o'g'a vaqt o'zida andiki buyurildi, Bilalni buyurildi. Endi Umira deb mushundaq keldi. Endi Umira deb kelgan vaqtning o'zida buyurildi degan nima o? Gap. Endi buyurildi degan vaqtda o'zida meni bu yerda buyurildi deb Anas radhiyallohu ta'alaning ya'ni ashta deydi. Buyurilgan vaqtda o'zi kim buyuruydi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayot vaqti o'zida bir odamni bir ish qilishga, buni bir diniy masalaning o'zida buyurishga kim buyurdi? Payg'ambar sabr to'ydi. Anda o'g'andiki payg'ambar sam buyurgandan keyin bu yerda demak bu buyuruvchi bo'lgan failning o'zi payg'ambar sam. Bu yerda uni majul keltirsa bu yerda ma'lum. Ma'lum bo'lgandan keyin ya'ni demak Bilal radhiyallohu ta'alaninki va uning boshqa ham hadisi var. Allah payg'ambar buyurdi deb. Unda o'g'andiki bu hadisga asosan jazman bu hadis marfu deydi. Ba'zilar men bu yilqi Bilal buyurildi deb Anasning so'zi o'g'andiki bu payg'ambar so'zi emas ekan. So'zi emas o'g'andiki buni qarta, andaki bu ya'ni azanning o'zi farz emas, bu sunnat yoki musab deganlar bor.
Mustahab deganda bu mu'tabar qatoq edilmaydi. Buni nima qiladi? Shunga bu yerda Bilal radhiyallohu ta'ala nima qilindi? Buyurildi. Mana bu shundaq bir qancha vaqt o'tgan gap. Bu shu zot andaq qilsak, vaqt qilsak bo'lgan deganki bir ketsandikin Abdullah ibn Zayd hozir deganimizdek, mana shu tushni ko'rib shunda yugurib chiqib payg'ambar sallam deydi. Undan keyin Umar zo angladim deb qopqon petimla anglagandan keyin yugurib chiqib, "Voy men anglagandim" degan boshqa nima rivoyat bor. Shu ulardan keyin buni o'qigandan keyin buni o'qigandan keyin shunga buyurildi, ya'ni buyurdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Bilal roziyallohu ta'alaning shuki jubqa azonni. Ya'ni azonning o'zi nima qilay? Jub, ya'ni ikkidan chu o'qay. Endi bu yerda azonniki o'zini zodi 5-ni tat hammasi oxirigacha jubdan o'qiymiz. Boshda 4 Allohu akbarniki o'zini. Unidagi eng oxirgi yana la ilaha illalloh nima qildi? O'chani o'zida bir o'qiydi. Unidan boshqaniki hammasini nima o'qiymiz? O'chadan jub o'qiymiz. Bunun hech qanday bir adam nimaniki ixtilofi yo'q. Böyle shuki vitr qilingan takbirni. Yani takbirniki o'zidan yolg'iz, yani taq nima qilgan? O'qilgan. Yani taq o'qishga nima qildi? Payg'ambar mena Bilalni shu buyurdi. Va yutira va shuki shafa degan, yashpa degan, jub degan gap, yani jub o'qsin degan gap. Endi avtara yutiraga taq, yani taq birmi taq, 3mi taq, 5mi taq, bütün taq, yani jub bo'lmagan. Takbirni mushundaq o'qishga Bilal roziyallohu ta'ala nima qildi? Meni buyurildi. Deb Enes roziyallohu ta'ala'nı müştahçı deydi. Yani bizdeki ehl-i sünnet vel cemaatniki mene itikadıdan azanniki yol koyuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki muşu buyruğu olan bizdeki kelgen muşu 7'si bilen nima qildi? Bizdeki yetti. Ama Şiali çoğu undaq emas. Şialniki azan o'qishni nemisi bizdeki uchun o'xshamaydi. Ulaniki azan nemisi keyingi davrin o'zini imamdin deb shu imamning qilgan osh gaplarni men bizniki o'xshamagan bir narsa qo'shish orqali ba'zi tarafda o'xshaydi. Bir qancha kelima, uning boshqasi o'xshamaydi. O'xshamay o'zi ashudaq buni ayrim nima qilamiz deb o'ziniki e'tiqodiga asosan bu narsa nima qildi? O yerda bu yilqi azan ichki qo'shidi. Masalan, ashhadu anna Aliyya valiyullah. Yani Ali'ninki veli ekanlik guvohlik qilman. To'g'ri, bizim guvohligimiz Ali roziyallohu ta'alaning avliya. Onun hech kim onun shak yo'q. Hammasi bilan ittifoq. Undan boshqa Ali roziyallohu ta'alaning emas va undan boshqa Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu ta'alaning. Shuni deb qolgan sahobalarniki asos hammasi nima? Avliya, eng katta zotlar. Biz bundan nima qilamiz? E'tiqod qilamiz. Bu da aniq qo'shidi, uniki ayyala xayrul amal degan bir narsa qo'shib, boshqa bir narsa shu qildi. Bizdeki ehl-i sünnet diniki itiqadıda muayyen bo'lgan azanniki talaffuz nima var, soni var, shakl var. Shuning uchun o'qiydi. Buni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib bizga sabit bo'lgan muhaddis olimlarning o'zi mana o'zi kitobiga yozib, 1000 yilning oldida men zamonimiz kelguncha bu kitobcha kelgan, men mush orqali bizga nima qilgan bu yetgan. Dedi İmam Buxoriy hadis-bayon qilib bizga Mahmud ibn G'aylan dedi Mahmud, hadis-bayon qilib bizga Abdurrazzaq dedi Abdurrazzaq xabar berdi bizga Ibn Jurayj. Dedi Ibn Jurayj xabar berdi menga Nafi. Shuna deb jazman Ibn Umar roziyallohu ta'ala'nı deydi. Berdi musulmonlar meni. Ol bir zamandaki kellar ular Medinege. Medine'ye kelgan vaqtning o'zida to'plashdilar ular. To'plashib qanday qilib desam, vaqt muayyanlashtirdi namozga. Yani namazga vaqt muayyanlashtirdi. Yani şunu gepini qilib to'plashib namozni vaqtini muayyanlashtirdi ekan, yani namozni bir muayyan bir vaqtda o'qib, buni to'plandigan bir to'plab o'qib boshqa bir qildigan bir ishni qilsak, buni qarta bir bildiradigan bir ishni qilsak deb ishtachu deydi. Endi Medine'nin kelgan vaqtning o'zida degani, yani Medine'niki oldida namoz unima azon o'qish yo'q degan gapchi chiqdi bundan. Uçağımızı qanday qildi Peygamber sallallahu qolgan musulmonlar, uçaq azon o'qimaylar, namoz o'qiydi. Degan gap endi. Ham takbir o'qimaymi? Shundan yatahayyanu degan gap hayin tayin qildi. Yani zamonni tayin qildi. Yani namozga zamonni tayin qildi deganlar gap. Yani hayinunniki chiqqan nima o? Pil bu tapa'alu babidan. Emas, qishirildi shu namozga. Yani namazga azançı okulmaydı. Müslümanlar yen kelgan vaqt o'zida
Medinəmdən, Məkkədə Mədinəyə bundaq çox qılıbdı. Şunun bilan gap qilishlar bular. Bir kuni bu məsələdə mush iştaq gaplashib qoldi bular. Yani mescidin içinde qandaq qılsaqlar bu, yani onun üstüde başta, mana her adam özü namazın vaxtını uqqa vaxtını özüdə bir-birisi tovluşur ekan. Oy namaz, as-salatu deb bunda tovluşur ekan. Ya olmaydı, ya azan ya nemi chiqadigan adam bo'lib qolsa as-salat jamiatun deydigan bunda bir shakl bor deydi. Mana mushuna tovluşur ekan. Hozir Camiatı degan namazı topuşup okuymiz. Cemaat kelinglar topuşup okuymiz. Cemaat degan to'plangan joy. Nima? Namoz degan topuşup, birlashib, ittifoqlashib o'qiydigan narsa deb, andan mushta to'playdigan bir odat bor ekan. Mushu unda o'g'andiki bu sal har adam mushtaqan ba'zi qichirib, ba'zi qilmay, ba'zi nima qilib bunda o'g'andiki shunga bu bo'lmadi deb hamma adam o'qidiganga bir ishni qilsa bo'ldi. Diqqatni qo'zg'aydiganga degandan keyin shunga dedi ularning ba'zi. İttixazu naqusan. Tutuğunu sıra dağını, yani canlı deydi, tutuğunu. Nasaralarınki naqus oxşaş. Nasara Hristiyanlarınki ibadet qavaqtı üzrə puxturduğan bir nəsi var. Şunu oxşadığı bir nəsi ne bakanlar tutuğunlar dedi. Ve dedi onların bəsi bel nuqan. Misal qaranın Yahudi. Belki doğuk nemkanın avaz çıkıdığan nemi deyimiz buk. Deyimiz var, hem de o Arapçada buk deydi, hem de Uygurca'da ney deydi, çoğun ney. Şu nesin tutuğuna Yahudinin şu ibadet kavadı, uxturluğa vaxtında şunu tovlaydı ki bulan, ooo kıdıb. Muştan nesin tutuğuna dedi. Degəndiyken şundan, hem de başka rivayet asasen bak kıskan. Bunun asasen Peygamber eğer unuqmaz Yahudi oxşap qalımız, bunu oxsan Nasara oxşap qalımız, ot qıqsaq, Məcus oxşap qalımız, oxşıq bulmaydı. Degəndiyken şuna qandaq qısaq ola deyden. Dep tuğa vaxtızda İbn Ömer radıyallahu anh rivayet eden. Dedi Ömer, evvela tebasuna raculun yunadi bis salat. Ya bir adamın namazı tovlaydigan bir adam evet memsile. Ben avazı tovlaydigan bir adam çıkmamdı dedi. Degəndiki dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Bilal kom. Hey Bilal tu. Unda olan bolsa namazı üçün tovla. Dep müştah dedi. Namazı tovla diye vaxtında azan tovladı mı? Hem de hazır biz muayyen tovlanatkan azanın özü bu ne yok şu bu edisi yok. Onda olanki başka edisi özüden 12 aldı da azan resmi maun 17 ve 19 ibaret olan muşu telaffuzu koyuştaki aldı da şeklindeki aldı biz okuvatkan. Bununki aldı da menen es-salatu vaqırgan muşu tovlagan buluşu mümkün. Onun deki andaki bu şey bu durup kandak sal olmadı da oturup kahvaltı düzde Abdullah ibn Zeyd ve onu da başka kişilerin yüzü bunu doğruluk düşüyor kögen. Şuna anladıkken bu düşündeki görüş arka andaki bu ne bakılan mena Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem andaki resmi öğütüp ya ki olmaydı Abdullah ibn Zeyd'ke men Peygamberim dep ma Bilal'man öge dep anlagandaki bana öge muşun toğdusun dep muştane bakılan digen dep muştane bakılımız uçağın üzerinden men iştahçı deyimiz. Şimdi sahabınınki özü şu vaxtı özü de tuş görüp münaviyat edilmezse bu tuşunki özü hak. Çünkü evliya boğan dikin hak doğru da peygambersen andikin Bilal'ın özüge mani sen qo ve Bilal öğütüp koy diyen muştaq nimuan ravayet var. Şimdi peygambersen Bilal'ın bundak ne kışta aviyat edilmezse şu. Yeni birisi andiki Bilal'ınki özü kere vaxtı özüden Bilal'ınki özünü peygambersen şuna deptiken. Astan yani enda savten minik. Yani sendin avaza bu Abdullah Zeyd'ken seninki avazı qaraganda manınki avazı bek çıkıdı o. Onda olan iken Bilal ne bakıyorsun bunu okusun diyen müştahlimi olan ravayetçi bandi. Şimdi bazı ravayetteki üzere azandaki yol koyuştaki üzere meni aviyeti digilimizde Mekke'de üzere meni boğan diyen mene ravayet muço baken. Yani şu azanını yani namaz perzi o vaxtı üzde bila Cibril aleyhisselam düşka vaxtı üzde şu vaxtı üzde mene vahiy qilish arqaq asmanda düşken. Şu çağ üzde boğan dep müştaq ravayetler muço baken. Yani bu ravayetin üzü Zeyb dep qarladı iken. Yani bazılar bununki üzü ve azin fil nas fil hac degan aşadın elingan dep şunu asasen men müştaq nima qilgan dep muştaq bir ravayetin bor. Bu ravayetten başka bir ravayetin üzü şu andi.
Yani bunu da erkal rivayet olgandaki şu İmam Buxari rahmetullahi aleyh azannınki başlıştaki üzde 2 hadisi keltiriş arkak. Men muştaq başlagan dep men onunki tafsilat kirmeyken. Bunu nimiş kirmeydi o? Nimiş ki muqaga muhaddis ya sahabiniki rivayet kaydesi ammaysa çünkü o rivayet bosmu İmam Buxari'ninki hadisi rivayet kıl bak kitabı koyuş şartı düşmeydiken. Düşünmegəndiki şu an o muhaddis o hadislerdeki üzü mesela Tirmizi, Abu Davud Katarlık ve onun da başka İbn Malik yani Muvatta İbn Malik radıyallahu ta'ala anhu Musnad İmam Ahmed diyeledek benim muşlarındaki hadis kitapları çok bağımdı. Onu düşünmegəndiki bu rivayet kılmaydı fakat muşlarda bir ihtilafçı bulmagan asasda ben umumi bir gapmışadi çok koydum. Hem de şu hazır diyenimizde şu Bilal'ın başlık vaktimizde Es-Salat Camiyatını da tavlaydık ki andikin şu vehi düştü görüş arkak Abdullah ibn Zeyd andikin bunu okudu bu şekilde devamlı şudu. Babun el-azanu mesna mesna. Bu bir babdır. Azan işkidur. Hem de mesna diyen gap. Mesna diyen İsnayn, sanaun yani neyme o es-sani diye işki oludu. Mene mesna diyen işki kıldığan cay. Diyen gapın özü bu yerde işki diyen gap bu neyme o mesnanın özü lafzi bir olsun mu onunki manisi neyme işki. Şuna bunu deyimiz onu gayrimunsirip deyimiz şuna mesna dep bunu çok tenvine okuşuk olmaydı. Yani bu mesnanınki özü birisi sifat, yeni birisi neyme adil. Deyimiz adilninki özü iki illetli orunda ait olup bu gayrimunsiripçi boludu. Gayrimunsirip olduğu yani degen gap yani okuduk ana. Mene zir okulga yani özü de fethi okuludu ama tenvinçi okulmaydı. Onda o adı ki şu mesna dep okuyumuz bu isnani dedin çıkıldı. Yani aslında bunun manisi işki olgandaki işki evet lafzi bir ama manisi iki. İşte maniyetimiz olgurucu etka vaktimiz. Çünkü bizim tılda ma gapni bir qilib men ikki deydigan gap bormi yo'qmi uqmayman de. Anda o'g'andikin ikki degan ma'nodan chiqdi. Anda o'g'andik bu nima o adil deb o'tirib buni g'ayrimusrifchi deymiz. Endi bu yerda masalada ikkini bunda deyishi bu takrar, ta'kid. Ya'ni azanning o'zini mutlaqo ikkidan o'qiysiz. Ikki lafzidan nima qilasiz? O'qiysiz. Men mushu ustiga nima bab deydi. Dedi İmam Buxari, Yedis Panyak Kıbrıs'ga Süleyman ibn Harb, dedi o Süleyman. Yedis Panyak Kıbrıs'ga Hammad ibn Zeyd, bu kişi olsa Simak ibn Atiyyadin, bu kişi olsa Eyyub olsa Ebi Kalabedin, Ebi Kalabı olsa Enes radıyallahu ta'ala anhudin. Dedi Enes, buyuruldu Bilal radıyallahu ta'ala anhudin Bilal radıyallahu ta'ala anhudin şu ki cüb ukay Bilal azanni. Azanı cübçü ukay. Yani biz azan deyip yani aviyatı diyelimizde, yani şu muayyen bir lafzi var, bir kanç kelime terkip yapma, bu azan buludu. Ve şu ki tağ okugay, mine Bilal radıyallahu ta'ala anhu tekbirini, lekin ikametni, yani kad ikamet salatni, kad ikamet salatni ki üzerine mıkımıgay, mine onu tağ okumay, onu cübcü okuşkan, mine kağanın hemmesini yalğızın okuşkan, muşunaga nima qilgandi, buyurilgandi. Anda o'qadikan, men mush hadisga asosan deydi İmam Buxari, azanninki o'zini qanday qilamiz? Ikkidan nima qilamiz? O'chan o'zida men o'qiymiz deydi. Dedi İmam Buxari, hadis bayonlik berdi menga Muhammed o'g'li İbn Salam. Dedi İbn Salam, xabar berdi bizlarga Abdulvahab, dedi Abdulvahab. Xabar berdi bizlarga Xodil Hazza. Bu kişi olsa Ebi Kalab olsa Anis ibn Malik radıyallahu ta'ala anhu'dan din Enes. O vakittaki köp bulvidi adamlar. Köp buldu yani mescid kirip adamlar cık olup emmez namaz okuyumuz bu kandak yapıp cık işte bulvidi. Kale. İmla Kale'nin yüzü bu yer yeni deydi. Bu yerin tekit. Dedi Enes. Enes. Zikir kıldılar ular. Zekaru diyen lemmanınki cezası. Adamlar köp buludu mescitte. Deyişler ular şuniki büldü şukin elem koygay. Yani alamet koygay. Namazniki vaktiga bir şeyiniki tonuylar ular onu. Yani o adamlar tonuydigan namazın vaktini belgiladigan bir xil narsa için kısa oludu.
degan mush gapnichu buni nima qildi odam ular jiq bo'lgan vaqtimizda masjidda hammasi deb deylar sahobalar mushtaqchu deyishdi degandan keyin shuni zikr qildi deyishlar ular shunikin mana yaqqaylar ular o'tni avra yuri iroan deydi ya'ni o't yoqdi degan gap men o't yoqsak ya'ni o't yondirib val mushtaq qilsak hamma odam shunaqa o't chiqqandan keyin voy namoz o'q deb keladi deyishdi yoki urg'aylar ular jonni jon ursa deyishdi shuna bu hadis ma'lum ama yuqorgi hadisga asosan payg'ambar ma'ni qilgan andaq sana bu yahudi nasara xristianlarga ham majus o'xshab qolsizlar deb mushtaqchu dedi degandagi shuni buyurildi Bilal roziyallohu taolo anhuniki shuki mana jup o'qig'ay azonni va shuki mana yolg'iz tog' o'qig'ay takbirni mushunaqa nima qilindi men buyurildi dedi endi bu yerda mushu kitob salat mushu azon vaqtdan o'zi kelgan vaqtda al iqomat deb kelsa bizning uyg'urcha takbir ya'ni namoz o'qishniki oldida mana imom yoki farz o'qishni oldida o'qiydigan bu e'lonniki o'zini deymiz uni takbir deb ataymiz bizningki uyg'ur tilida mushuni tarjima qilish umumlashgan ammo arab tilida nima deydi buni iqomat deydi mana bu yerda takbirniki o'zini yolg'iz o'qishga nima qildi buyurildi undan keyin men mushu hadisga asosan mana azon nima o'qiladi ekan mana jupchu o'qiladi ekan buning uchun o'qishimiz uchun kerak deydi endi bu yerda azonni takbir o'qish va tövanda ham keladi bu ayrim bir bob bo'lib yani bu rivayetning o'zida shu ba'zi odamlarning o'zi iqomatni takbir o'qish, takbirni tog' o'qish kerak degan vaqtda ba'zi olimlar bu shayni tutib olib, o'jal qad qolmasan bir o'qiymiz deganida odamlar bor. Chunki bular hech nimaga yetgan shuni amal qilamiz deb turib olib, andiki hech madaq yaraqi bunu bir selishtirib shu orqali umum majmusi madaq bir hukm chiqaramiz demasdan mushtaq oldiran ba'zi insonlar cho'p bor. Mushuni qarab, andiki takbirniki o'zini hammani yolg'iz o'qiymiz deydigan bundaq bir nima ko'z qarash cho'p bor endi. Umuman nima emas o, xato emas. Umuman nima to'g'ri, lekin yerisi bu to'g'ri qo'ygan hamma yerisi oldiga elib, buni yig'ib, uni agar shunda imkon bo'lsa, shu orqali andiki o'rtaq hukmchi chiqarish. Buni qarta shu bundaq bir masala qilish kim qiladi? Mujtahid olimlar qiladi. Hamma odamchi qilolmaydi. Babun el-ikamatu vahidatun illa kavlahu qad qamet salah. Bu tekbir birdir. Lekin u muazzinniki qad qamet salat degan birchu emas. En bu yerda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh vahidatun degan gapni uch keltirdi. Oyatda yalaqi yutir deydi, yani tog' degan gap. Tog' degan mayli 1 olamdi, 3 olamdi, 5 olamdi. Bu yerda o'zida tog' deb mundaq tushunib qolsa, agar maylis kelmagan bo'lsa, u jonini takbirning o'zi 4 qator, 3 qator o'qiymiz, 5 qator o'qiymiz, 7 qator o'qiymiz degan odamlar chiqdi. Chunki bu hamiz tog'. Mana shu vitr namozining o'zi ashtaq bo'lish sababchi shu. Shunga İmam Buxoriy mayada tog' degan oyatdagi umumning ichida xosni irod qilamizki, faqat bir qatorchi o'qiymiz degan mayada nima qilmoqchi, uni bildirmoqchi, tövanda nima bor? Payg'ambar hadisi bor. Buni aynan. Lekin qadaqomat saloniki o'zi mudaqchu demaydi. Qadqa salon nima qiladi? O'chan o'zida jupchu o'qiydi deydi. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh o'ziniki ko'z qarashicha meni takbirniki o'zini meni nima o'qiydi ekan? Tog' o'qiydi ekan, qadqomat saloni uchun jup o'qiymiz deydi endi. Bu İmam Buxoriy aynı zamanda o'zida hammamizga ma'lum nashqatat deyildi, muhaddis, imomul muhaddisin. Shuningdek ayrim bir mujtahid olim bu. Mujtahid olim bo'lgandan keyin mujtahidniki ijtihodi chiqarish uchun hadisga tayinladi. Uning uchun o'ziniki ijtihodiga asosan o'ziniki shartiga tushgan. O'zi rivoyat qilgan hadisga asosan shundoq ahkam, fiqh ahkomlarni chiqardi. Shunga İmam Buxoriy o'ziga yetgan, o'zi qabul qilgan, o'ziga shartiga tushgan hadisni asos qilib, shunga bu yerda nima deydi? Bu yerda takbirniki o'zini birdan o'qiymiz, lekin qad qomat salon chiqata o'qiymiz deydi. Ammo bizniki mazhabda shu, bizniki mazhabniki o'zidan mena azonni va takbirniki o'zini har ikkalasini juptuncha o'qiymiz deymiz. Buni qarta
bizga Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan, mana bir qancha sahobalarniki o'zi rivoyat qilgan nimalar bor, hadislar shu bor. Va unda boshqa salaflardan rivoyat qilgan her mazmundagi asarlar shu bor. Mana mushliq asosan bizniki Hanifi mazhabniki o'zida nima deydi u? Mana azan va takbirniki o'zini biz jup o'qiymiz deymiz. Unda u ekan jup o'qish nima u? Biz uchun bu afzal. Ama yani shundoq birdan birini o'qishcha umib bo'ladi. Lekin bizga nisbatan eng yaxshisi men mushu deymiz. Xo'sh, illa bo'lsa Sahih Buxoriyda bo'lgan Qur'ondagi ikkinchi kitobdan to'g'ri. Sahih Buxoriy sahih. Ammo Sahih Buxoriyning kitoblaridagi ichidagi hamma sahih degan gapning o'zi faqat Payg'ambar sollallohu muttasil holatda yetgan hadisni umumisi mushu demoqchi emas. Hatto buni o'zim iqro qildim. Mendan boshqa Sahih Buxoriy sahihdan boshqa yana bir qancha hadis qolib qoldi. Men uni kitob uzrab bir son deb buni yozmadim deydi. Unda o'ndikin Sahih Buxoriyda bo'lmasmi? Sahih Buxoriyniki hadislarda kuchliq sahih bo'lgan bir qancha nimalar bor, hadislar bor. Biz shuni nima qildik? Asos qildik. Unda o'ndikin bu cho'ng bir talash tortishning ishi shu emas. Cho'ng qaysi qilsak, hadisga qildik. Şu an yedisindeki sırtıda olan bir narsa qilib qolamiz, dinniki sirtidagi narsa olamiz, din emas u. Biz uni qilmaymiz, uni unutmaymiz. Unda o'ndikin meni tog' o'qiymiz, meni jup o'qiymiz, takbirning o'zi degan har ishqilsa hadisi bor. Hadisga asoslab deyotgan gap. Uni uchun buni mutaassib qilib zot bo'lmaydi deb nima qilmay, har qanday bo'ladi. Chunki hadis tayonda, hadis asoslandi. Biz bu shunday qilib, unda biz şu vaqtda yoki meni mushtaq bo'lib kelgandan keyin biz shuni o'qiymiz. Birlik va ittifoqlik eng nima u muhim. Hammasi shu bir shaklda bo'lsin deb mushtaqchi deymiz. Ammo mushundaq o'qigan yer taz takbirimiz birdan bir taz o'qganni uchun bo'laverdi. Chunki u yerda hamma odam shunda deb biladi. Lekin bizning rayonlarimiz uchun dinninki o'zini ko'pin insonlar men mushtaq deb tushanigan, mushtaq deb yetgan buni mushni biladi. Agar mushni bilgan Muşda özgürlük qalan olsa uçağın özde ana köydük, şunda ixtilaf çıkıdı, oxuma. Az ixtilaf qilish hacı yok bu meselenin özü. Onda oğan iken ixtilaf qilish va büyünüşden ibaret olan bir musahab işinki özüne, mesela işki okuyumuz mu, ya cüp okuyumuz mu, ya bir okuyumuz deganliğin özüde, bu muşunda bir meselenin özüde ittifaqlıktan ibaret olan, birlikten ibaret olan bu muhim meselelerin özüge dağ, yani ta'sir, onu nemekse dezgettiriş kişi olmaydı. Dedi İmam Bukhari, hadis peygamberimiz Ali ibn Abdullah, dedi Ali, hadis peygamberimiz İsmail ibn İbrahim, dedi bu İsmail, hadis peygamberimiz Halid olsa Ebi Kalab Enes radıyallahu ta'ala anhu'din. Dedi Enes, buyuruldu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ne şu ki cüb ukay, buyuruldu Bilal radıyallahu ta'ala anhu'ne şu ki cüb ukay Bilal ezanını ve şu ki tağ ukay ezanını, şu ki tağ ukay Bilal tekbirini. Dedi İsmail, pes andikin dedim ben Eyyub'a. Ma Rabi'nin içinde İsmail rivayet kıldı ya. Eyyub'a ben dedim deydi o. Desem onu dikin muştaq dep emdi. Bu yerde Eyyub'ta ikamet edilen dikin tekbirini yalğız okuşup buyur deydigan dikin kat qamet sana hemen degan gap bo'ldi. Degan dikin bu gap ne andikin bu Eyyub degan bir katta alim barkan şunu desem illal ikamet dedi. Ma Adem'in üzümü yelsin üzünü. Kalan muhaddis alimler ravidir. Kalmadım bu işençilik. Onda o ki bunun akıda illal ikameti dappa. Lakin nime? İllal ikameti yani kad qamet salanın üzerine vitirçi okuması buyurgan. Onu cüp okuşup buyurgan dep uçtakçı dep koydu. Deydim. Yani demek mena tekbirniki üzerinde okuğa vakti üzerinde mena onu nime okuymayız. Birden birini okup ama kad qamet salaki ayağı vakti üzerinde İşkiden nima qilamiz uçağın özüde men o'qiymiz deb meni bu İmam Buxoriy mushtaqchu deydi. Bu yerda vahidetten. Bu yerda vahidetten degan gapning o'zi bu yerda bu hadisning o'zida İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bu yerda yo'q. Bu hadisning o'zida ama vahid deb mushtaq deyishning o'zida bu yerda vitir degan gapning murad nima? Yani bir demekçi, yani 3, 5 emas demekçi. Bunu asas qilib bu yer mushlichu deydi. İkamet bir degan hadis var, shuni ishorat qilgan gap. Babu fazl ta'zini.
Bu azan o'qishniki fazilatiniki nimasidir? On meni babudur deydi. Endi azan o'qisak, meni bizga nisbatan qanday bir alayda, qanday bir manfaat ish bo'ldi. Buning ustiga nima bab deydi. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon bizga, bu odamda ta'zin dedi, asli ta'zin demay, azan degan bo'lsa, o'chan o'zida bekning bo'ldi, yaxshi bo'ldi dedi. Chunki hadisda ashtaq bo'lgan ekan, ta'zin deb bo'lgan ekan, İmam Buxoriy shu ta'zin degan lafzni shu ashpatimchi akagan gap endi. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon bizga, Abdullah ibn Yusuf dedi, Abdullah xabar berdi bizlarga, Malik olsa Abi Zinat olsa Arash'tin. Arash olsa Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan. Shuna deb kezmen Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem dedi. Qachoniki qishilsa bir namazga to'g'lansa, meni qanday qiladi, keyinib ketadi shayton. Vaolki o shayton uchun bodur zurat va, ya'ni usruq deylamdi. Mush narsa va. Ya'ni azan chiqqan hamanamda shayton o'zi shu yalni chiqib vat chiqib qochib ketdi deydi. Shu ketdi. Hattoki meni azanni olmagan qadar. Ya'ni azanni olmagan qayda qochib ketdi. Bu ishtaqchu ketdi deydi. Qachoniki ado qilsa, tugatsa bu muazzin azanni oldini qilib keldi shayton. Hatta vaqtiki takbir o'qilsa, namozga yana keyin qilib qochib ketdi. Keyin qoldi deya qochib ketdi. Endi bu yerda Quziya dedik, hamda tugatsa degan gap. Suviba degan gapning o'zi savaba yusavu tasvib deydi, ya'ni qaytudi degan gap. Ya'ni takbirning o'zini qaytudi degan gapning o'zi, takbirning o'zimi bir e'lon. E'lon bo'lgandan keyin bir qator azn o'qib, yana bir qator takbirni o'qigandan keyin bu ikkinchi qator takrorlangan bo'ldi. Takrorlab qaytilgan bo'lgandan keyin bu e'tiborlar shu suviba, savaba tasvib deb bundan nima qiladi, atiladi. Bu yerda hamda tasvibning o'zi bunda. Təsvibning özü, təkbirning özü əslində bu təsvib buludu. Yine bazı ölümanın məsələn təkbirlə əzanın aralığında mənə əs-salat xayrun minən-nəvm deyə mənə o qışırıb qoyduğum bir xil söz var. Yəni hər rayının üzüge düşüb müəzzin bir gəpni deydi alsan üzün ağzığa. Mənə aş gəpnin ki üzü nə deyil onu təsvib deydi. Bu fiqh kitabında təb elanıdı. Mənə bu nəsin üzü bolamdı, bolmamdı. Bazıları yak unda kılışık bulmaydı. Çünkü birinci azan onundakin tekbir ikinci azan bu yetido. Bu bununki üzü Peygamber'in zamanında yok değil. Yok o anda bunu kılışık bulmaydı dedi. Bazıları yak Peygamber'in zamanında yak zaman değil. Seleflerin zamanından. Kinki devrinin üzerinden insanların ahval müştahip ketkendikin bu itibarla azan ve ancit ne mi kılmayın. Yani azan yoksa yine tekbir okup kalıdı. Yine azrak vakti ada oturup bunda gaflet ketip dünya işine pek ehemmiyet verip gitti. Namazın işine aslında pek ehemmiyet olmaydı. Müştah adet olup gitti. Bu itibarla anda o andaki azan bada tekbirinki arlıqda bir namazda hazır okuyumuz. Diğerlikten ibaret olan bir sözlük deyişinki üzeri. Mesela es-salat mesela bizim raylarımızda. Yani müjdat deyişinin üzeri bu yaxşı iş. Bu Peygamber zamanında bulmuşsun. Leki bu bid'at-i hasene deydiğen bir nimva mene sahabının Ömer Rıza'nın ağzı çıkıvatkan. Bu güzel bir nime bu bid'at. Doğru Peygamber zamanında bulmagan. Ama bu dinimizdeki ibadeti kılışkı paylık olan nesi. Ruh uygun. Ondan o andaki bu duruş deyip nime kılıdı karaydı. Bu adamda suvibe degan gapning o'zi, ya'ni takbir. Mana shu takbir o'qigan vaqt o'zida shaytonning o'zi nima qiladi? Ketib qoladi. Hatto vaqtiki tugatsa muazzin shu takbirning o'zini oldini qilib keladi. Oldini qilib kelib, hattoki kechidi bu shayton erkishniki va erkishniki o'ttirsida nima qiladi? Kechidi. Ya'ni bir narsa nima qiladi? Ko'chirdi. Deydi, nima deydi? Uzkur kaza deyin. Namaz okupan kanarsa şeytana işi kirip endik bu adamın. Vay palan nesinde, pukun nesinde müştakçu deydim. Anda bilinmezdi ki bulmagan idi o adam burun esimigen idi. Esimigen nesindeki üzerine. Yani burun esip bakmagan nes namaz vakti üzerinde aşk şeytan esitip vay anı kıl, manı kıl deyip müştakçu deydim. Hatta ki ürülüdü erkişi yelik adam bilmeydi bu adam kançı rekat okudu. Müşahadeti şu paludu deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim hadisi müştakçı dedi. Yani demek azan okulga yani ki üzüden şeytan nima qiladigan
kaçıdı ekan. Şeytan çok tug'maydi shu vaqtning o'zida. Chunki nimishqan azon degan gapning o'zini payg'ambar boshqa hadislarda bor. Mana azonniki, muazzinniki, azonniki ovozi ner yetgan bo'lsa, shu yetkichik bo'lgan orliqdiki mavjudotlar, mayli jonliq, jonsiz, mayli hamma narsaga o'zi mana bu qiyomatda bu kishiga nima beradi? Guvohlikchi beradi. Ular ma'qulchi deydi. Degandiki buniki nimasi o'qib shayton, men bundoq bo'lib qolmay deb, shunga shaytonning qo'yadigan gap, qishib ketadigan gap. Men bu guvohlik bersa, voy men guvohlik voy rost. Azonning o'zi har qatim azon ovqati to'g'ri keladi, ana nima deyish, nima o'qish. Chunki azonlik odatga narsa emas. Alloh badiga vaqt o'zida biz anglab buloq hozir g'aflat bo'lib ketdi. Qo'ymda g'aflat bo'lib ketdi. Nima degan o'qimaydi shu normal bir ishda. Nima deyish, chunki mazmunni o'qish kerak. O yerda nima deymiz? Ashhadu an la ilaha illalloh hammasi tövbende keladi. Men bu narsa uchun bildirdi. Degandiki shaytonning o'zi, chunki Allohning zikr va yonining o'zida bo'lib men Ramazonning o'zida shaytonning qochib ketishi ham shundaq men kishallishniki o'zi sababchi shu. Chunki hamma zikrlar to'lg'andan keyin uniki insonlarning o'zi vasvas qilgan ozdurma deydigan bunda bir narsa yo'q bo'lmaydi. Endi bu yerda yeni bir soniki shaytonlashgan inson. Shaytonning o'zi bu yerda shayton deb asabiyat iblis deb olamiz. Chunki iblis uniki merkezi, baş nemisi bu kaçıp geldi. Ama ya da şeytan kaçıyor diyen gap, uniki nemisi a'zolari. Yani şeytanın özü insanlardan mı çıkıdı, cinlardan mı çıkıdı. Bunu kaçıp geldi diyen gapın özü, yani a'zanın özü toğlap tutsun. Mene bu şeytanlaşkan insanların özü, münafık, kafirlerin özü buluğa aldığını kılmayın, mescidin aldığını kılmayın, bulucu kirmeydi. Kirmeyenin özü goya nemkallık olduğu uçağın özüden, mene bu şu namazı çok akıgında kırıp yani kirmeyenin özü kaçıp ketkenlik çok hesaplandı da bundan nima kılındı düşendirip şu değildi. Hem bunun da namaz okuğa vakti özü de emniyette toğra. Emimizden beşinki ötken buluşu mümkün. Bu ezan okuğa vakti özü de namaz okuğa vakti özü de keşmike iş eden namaz okuğan kişi kalıdı. Acayip. Şu an bu nima kılındı? Şeytan insana nispeten kandaki bütün vücudundaki çok küçük hem azaları boğandak şeytan insanlarınki çok küçük hem işleri de arlaşıyor deyin gibi. Onda vakitin aslında namazın içinde boğandaki namazın içinde boğandık olması gerekti. Lakin şu vaktim var. Şu vaktim azdır bende namazın asas ruhi nimeti tezerruhla huşu. Benim muşi nasi yok kılmen de şu insanlara her xil nasi pul degan hesaplaşıp ketdi. Kallası andık zaman uçan hesap bekkeli degan kallısıga. Hesaplap nemiz başka vaqtda o'tganmizmi? Men mushtaq nim qilgan gap to'sqinlik qilgan, dushmanlik qilgan gap. Shunga ba'zi bir rivoyat borki, Imom Azamning qishida bir odam kiptikan, men bir yerda bir narsa qilib qo'ygan, unutilib ketdiman, qanday qilsam topaman deydi ekan. Degandiki Imom Azam unda namoz o'qi deydi ekan. Namoz o'qisa shu vaqt o'zi topsan degan rast degandek, u odam namoz o'qigan vaqti o'zida shu na qo'yganligi o'zi esi kelib qoldi ekan. Yani shundoq bir nima bor ekan. Ya'ni Seleflerniki özü acayip bir alımla değil mi? Acayip. Bizgi bulamdı, bizde şundak bolsak boludu. Gap bizde bu ma gapni özü şundak bulam bu sizgi bolmaydı ama emniyeti boğan. Sizgi bolmaydı. Siz bizgi bolmaydı. Biz şundak alim, takva, muttaki bolsak, meni hazır qarab baksak, qarsak şundak günah masiyet, közümüzü, kolumuzu, kolumuzdan. Meni bu cemiyet şundak olib ketdi. Ayrılıp ketish kesip bolmaydigan. Meni İşçi yaşaşka hem yüzü hem bulmaydıgan, güç yetmeydigan işte bir halatçı yaşavatımız. Babu rafi savti bil nidai. Bu avazı kötürüşündeki babudur. Avazı kötürüşündeki babudur. Azan bilen, tovlaş bilen. Yani tovlağa vakti azanı nima qilish kerak? Avazı kötürüp o'qishchu kerak. Men mushu üstüge deyman o bab deydimdi. Ve dedi Ömer ibn Abdülaziz rahimehullah, ezzin ezanın semhen. Sen ezn oku bir ezanniki sen kengirçerek, yani avaz bekerek çıkırıp oku. Eğer undaq olmasan, pes senin mukaddimiz onu bitirip kıp seni ezanlıktan muazzirdi. Evatimiz deyip Ömer ibn Abdülaziz müştahçı deptiken. Endi bu yerda Ömer ibn Abdülaziz müştah degenin özü bu muazzini kim ekanligi ma'lum emas. Ama Ömer ibn Abdülaziz Hişam ibn Abdülmelik'ninki tarafidan vali qilib Madinaga evatildi ekan.
evetliga vaqtida shu Madinadagi muazzini azan o'qiyotganda azan degandek o'yliq ovoz bak chiqmaydigan, g'arang mustaq inchik chiqadigan mushundaq bir odamti deydi. Shunda Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayh sen agar mush ovozini yuqori chiqarmasa tuzab o'chan o'zida sening muazzinlikni ebat demaysiz. Deb mushtaqchu degandi. Unda ondan azan o'qiydigan odamniki jazman ovozi jarangliq, ruhli chiqish kerak. Bu azan nemish o'qiydi? E'lon, namozdagi vaqtini kirganlikni jamoat kishilarga yetkazish. Yetkazish uchun bo'lgandan keyin buni qarta jazman muazzinning ovozi jarangliq bak chiqadigan bo'lish kerak. G'ar-g'or chiqmaydigan odam, u bundaq bir muazzinchi bo'lsa, mana bizniki dinimiz asosan to'g'richi emas. Buni qarta har yerdagi muazzinlarning o'zimi mushni qartab amalchi qilish kerak. Hozirda hamma narsa o'zi qo'limiz shikatdi qo'y zodi o'zimiz burun tortib imom muazzini ish bo'lsin deydi. Hozirda shu yo'q, dunyoning hammasi aşağısı. Ba'zi yerning o'zida shu jamoatning o'zi ixtiyor qilsin, ba'zi yerda bormi bu undanning o'zi. Lekin ko'p yerning o'zida davlat arshib olgan, davlatchi qilgan bo'ldi. Endi ba'zi yerning o'zida muazzinlarni atoat tarbiyalab, ovoz bak chiqqanini qilib, mana shu elsi qasasan, mushida qilgan ish cho'p, asli shundaqchi qilish kerak. Dedi İmam Buxoriy İspanya bizga Abdullah ibn Yusuf. Dedi Abdullah. Xabar berdi bizlarga Malik olsa Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sat el-Ansariydin. Andaki maziniydin. Meni bu adam o'zi otisidan. Shuna deb jazma bu otisi xabar berdi, bu otisi bu maziniga. Shuna debki jazman Abu Sa'id Xudri roziyallohu ta'ala dedi. Bu mazinin otisi. Jazma men ko'rinman seni. Meni yaxshi ko'rsan patini va cho'l jazirini. Bunu yaxşı görürsen, da qarsam hiç şəhər kəlmək, sən davamlıq çöl cəzirə taq, bu yer yaşaşış yaxşı görürsən. Mujdu köydüm, da qarsam. Çünki sələflərindeki üzü şu vaxt üzüdə, küpüncü vaxt üzüdən, şu vaxt insanlar şu cəmiyyətin arıb. Şu vaxt təqə 1000 yılın aldı, 1300 yılın aldı gəpdə bu. Uçan insan qandaq, hazırki insanın piriştədə olan. Hazırki cəmiyyət əhval qarağa vaxt üzüdə. Lakin hazır ahval bulup közü neymi deyətdəmdi. Anda o adı ki, qaçaniki bolsan sen, seninki patandan, ya ki seninki bayabınında. Yani sen patvaqıdan cəmiyyət, bayabınız başqa qanday yada olsun, patvaqı mən dəb, qoy binəskərə baxı mən dəb aşadı bolsan, ya ki çöl cəziri olan aşındaq, qışlaq aşdaq yada bolsan, sen əzan oqun, sen namazını neymi qıyın, əzan oqun. Mine bu yedis qalsa sen, bu neymi? Namazdaki əzanın özü, cemaatniki haqqı olğandaq məsciddəki qandaq ki, mənə bir adam öz yalğız ciraq bir yerdə, ya ki üydü bir yerdə oxuqmağın bolsa, bunun qarta nemi deydi, ölümalımız əzan oxuş gerek. Şu deydi. Bəzələri mən əzan oxuşuna ihtiyac yox. Əzan oxumay, təqbir oxub, çox oxuş bolu deyil bizim kiraylarımız gider. Bunun qarta ilə medisi var. Şu olan, müjdə əzan oxumaq olsa, sən kötəyə girsən, sən avazını nida bilan kötə. Yəni, avazını kötürüb, nemi qıyal, oxu. Çünkü sen anlamaydı, seninki muazziniki avazıniki en çirkini cin ve ins. Yani hiç kanda bir şey anlamaydı. Yani canlıq cansız. Meğerli bolsa guvalık verdi. O neyse şu adam için kıyamet günü verdi. Guvalık verdi. Vay falan adam az okandı ben anladım ya Allah. Benim pukul adam anda kandan da guvalık verdi. Anda o andiken azal o qavatı sen yalnız o vaxtın üzüdümün. Na kötüren avazını bak çıkırıp çoğun okuyun. Deb men müştaqçu dedi. Mene dedi Ebu Said Xudri. Anladım mı bu gəpnin üzünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den anladı. Yani azanlık üzünü oku avazını kötürüp oku diyen gəpnin üzünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyen Peygamber sallallahu anladı. Peygamber sözü bu. Deb men müştaqçu dedi. Anda o andikin azan oku avazını üzüde avazını kılışımız gerek. Kötürüp caranlık okuşumuz gerek. Bunun karta muazzin oğa adamın üzünü avazı ubdan çıraylı sət deməz. Bəzi adamınki avazı sət çıxıdı, nəhayəti, dəfətliğən. Undaq eməz. Bu adam biliş gerek. Mən bu əzannınki təsiri nəhayəti mühim. Mən nəhayət kirayılıq çıxıdığan, caranlıq çıxıdığan adamın müəzzin biliş gerek. Bunun qarta, mən cıq adamlarınki üzümün, mən bu əzannınki avazı anlap bolsun, Müslüman bulub getki adamı var. Avazı, kirayılıq, ubdan, taqva, muttaqi adam biliş gerek, müəzzinin üzüdə. Bunun neyimiz qıldığı, təsir çox qılıdı. Yəni demək, əzannınki müşündaq neyimiz varkən, men paydası çok bak kendimde. Yani şundak muazzin bulsak.
Babu ma yaqulu iza sami'al munadi. Ne? Babu ma yuqanu bil azani mined dimai. Bu bilinmesin babı ki meni toxtuldu o nəsinin əzanının savabı bilen. Nemi oldu? Toxtuldu. O toxtulğan nəsi nemeden idi? Kandın idi. Kan töküşdən ibarət olan muştaq nəsi nemi oldu? Əzandın ki toxtuldu. Yani əzan okuşulan əzanın açılan nemisi var, paydası var. Əzanın paydası var ki, əzan okandaki peyğəmbər ənnem qılmayı dedik. Men bunda çok kılındı değil. Men bu əzanın paydasını ki bir babı. Dedi İmam Bukhari, Elis Paynak bizlerge Kutaybe Said dedi Kutaybe. Elis Paynak bizlerge İsmail ibn Cafer bu kişi olsa Umeyd olsa Enes Malik'ti şuna da cezmen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berti kaçan kimin uruş kılmakçı olsa biz bilen bir kom bilen. Biz bilen birlikte bir komgen gazat kılmakçı olsa bombaydı. Mene uruş kılmaydı. Peygamber biz bilen billah hatta ki tanıttırdı ve kar etti. Tanıttırıp anladı ki o kar etti. Kaçan ki anlasa Peygamber bir azanını jığılıtı Peygamber uladın. Jığılıtı ki ula hücum kılıçtın jığılıtı. Kaçan ki anladı ki Peygamber azanını anlamışsa kandak kıldı bastırıpçı kirti ulağa. Tuyuksuzcu bastırıpçı kirti değil. Ağara yok idi. Dedi Enes. Şuna müşte bir adetti Peygamber. Şuna çıktık biz Hayber'e çıktık. Hayber çıkıp şuna yattık biz ulağa ketsi yattık. Medine'mden Hayber'e ketsi yattık. O vakit Peygamber keskiple manavız kirmiz demeptim. O vakitte tanıtırdı mene Peygamber anlamadı Peygamber azanını. Azanım anladı karpaksa hiç kadar azan çıkmadı. Şuna mindi Peygamber üzün tövüzge ve mindim ben. Ebi Talib'nin akısa men müço tövücü mindim. Ve cezbe meneki işki putum. Her aynı sılaydı Peygamber putunun mıkuldu sılaydı. Dedi Enes, çıktılar bu Hayber ehli olan Yahudiler bizge üzünki mene tohma üzünki ketmeller olan ve üzünki nemöle mesah yani üzünki sövet deyimiz var ya zembiller olan. Ve yüzdeki zembillere buluçup bizi kötürüp vay dehancıklığımıza ettigen için çıktı. Çıkkandaki o vakti körüdüler olar. Peygamber Sam'ın körüdü dediler olar. Muhammedun vallahi. Vay Muhammed Allah'ına kasem ki. Muhammed vel hamis. Vay Muhammed eskerle. Dep muştakçı dedi. Yani hamisinin közüne ben esker dedi biz aldığımız dersimiz dedik. Dedi Enes. O vakta körüdü olanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körüdü dedi Peygamber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Haribet Hayber. İnna iza nezalna bi sahate kavmin pesa'a sabahul munzarin. Diyen muşniço dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayber harap oldu. Cezben biz kaçaniki bir kavmniki meydana biz düşsek, acabın yaman oldu korkutulgan kafir olgan kişilerniki ettigeldik. Acabın yaman oldu. Köyden kalami karşı korkup, oy Muhammed geldi müştahıp getti de Peygambersem hücum kılıçtı alıda alnıma kaça bulan mağlup bolğanı bu yer bişaret şu beğendi. Dedi. Anda o andiken men muş edis kasasan azanniki muşundaq nemeler var, paydası var. Yani demek azan okulgayan yüzü İslamniki nemesi juti. Meli hakimiyet bozulmamışsın. Bu yani Müslüman da hatalıdır. Azan. Şu azanniki paydası cık şu İslam dinimizin nemeslerimiz onun şu arı dep müştahını okulumuz uçağın yüzde bekitimiz semti. Ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin.